Videoga tushib bera olasizlarmi? Assalomu alaykum. Koreyaga ketgan o'quvchilar ishlab oyiga qancha pul topa oladi deb o'ylaysiz? Studentlar. Faqat ishlab yoki o'qib ishlab? O'qib ishlab. Nima? 800 Koreyaga borib ko'rmaganman, shuni aytsam. Taxminan netinchi? Niyat bor edi Germaniyaga ketishga. No, скорее всего, eshitganman 3,5 mingdan 4 minggacha yili 3 ming. Demak, ketkizgan rasxodlarni полностью qoplashadi. Да, конечно. Primerini mingdan balandda, mingdan baland 1,5 ming o'rtasi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, o'zingiz ham ketgan bo'larmidingiz? Ketgan bo'lardim. Lekin buni o'zingizdan ham eshitaylik savol javobini. Koreyaga o'qishga ketgan studentlar qancha pul topadi? Koreyaga o'qishga ketgan studentlar o'qish davomida iloji boricha talaba o'zini xarajati uchun qoplasa bu katta gap deymiz. Koreyada o'zi har semestr 3 oy 3,5 oy bo'ladi va kanikulda bemalol 1000, 1,5 ming, 2 minggacha pul topishlari mumkin. Talabani o'ziga bog'liq.